Assalomu alaykum hammaga. Taqdiringizda qanaqa o'zgarishlar bilan turibsiz deb savol berib ko'ramiz. Kommentariya yozayotganlarga, podpiska bosayotganlarga energiyamni jo'natdim men ham va bu rasklad chindan nima deydim? Mani chin muxlislarim uchun deb atadim. Energiyamni sizlar uchun. Xo'p, bugun raskladimizga kim keldi? Raskladimizga imperatrica keldi. Bugun raskladimizga shunaqa, qarang. Hammani e'tiborida bo'lishni xohlaydigan, o'ziga bahosi nima deydi? Cheksiz, o'ziga bo'lgan samootsinkasi juda ham yuqori darajadagi ayolimiz keldi. Mag kartasi bilan o'zini hayotini boshqaruvchi, o'ziga juda ham ishonchi baland, уверенный ayol keldi. Hayotda ancha-muncha yutuqlarga erishgansiz. Yaqin orada ham sizdan ancha-muncha o'zgarishlar hayotingizda kutyaptim. Faqat nima deydi? Judayam ozroq qaysarroq bo'lishingiz kerak, o'jarroq bo'lishingiz kerak va tinmay mehnat qilishingiz kerak. Bugun raskladimizga kim keldi? Nima demoqchi kartalarimiz? Rejissyor shunaqa bilasizmi? Bolajon insonsiz. Bolajon, bu farzandlaringizni yaxshi ko'rishingiz mumkin yoki siz bolalar bilan ishlaysiz. Yoki yaqin orada sizda farzandlaringiz haqida bir yangiliklar ham xursand qilishi mumkin. Atrofingizda yosh bolalarda energiyasini ko'ryapman. Bugun raskladimizga kim keldi? Yana ko'raylikchi. Menga qiziq bo'lyapti. Mehnatkash insonsiz. Albatta mehnat siz uchun birinchi o'rinda turadigan. O'zingizni ishingizni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Hunaringiz, balki hunari bor ayol bo'lishi ham mumkin. Tak, hayotingizda nimalar bo'lyapti? Juda ham ko'p orzularingiz bor, maqsadlaringiz bor. Bu orzulardan hozirda bittasi qanaqadir bir ishmi, kasbmi, hunarmi o'rganmoqchisiz. O'zingizni kasbingizga, o'zingizni nima deydi, hunaringizga yaqin bir ishni ko'zlamoqchi bo'lib turibsiz. O'shanga yaqin hunar o'rganmoqchisiz. Lekin sizga bunga pul kerak, mablag' kerak bo'lib turibdi. Hozir o'sha pul mablag'ini o'ylab turibsiz. Qayerdan olsam ekan, qanaqa qilib yig'sam ekan, menga yordam bo'larmikan? Ozgina hisob-kitobli ishlaringiz ham bor, xarajatli ishlaringiz ham bor bu borada. Lekin qo'rqmang. Sizga unchalik ham ko'p pul kerak bo'lmasligi mumkin. Hamma narsani o'zingizga yarasha pullarni taqsimlab olsangiz, muammoga kirib ketmaysiz. Bu borada hayotingizda qanaqa o'zgarishlar turibdi? Yaxshi insonni, yaxshi ustoz topa olasiz. Agar o'rganmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, o'zingizni realizatsiyangiz uchun, o'zingizni kelajagingiz uchun, rivojlanishingiz uchun. Xo'p, bitta yana savol beramiz. Qiyinchiliklaringiz bormi? Qanaqa sinovlar o'tishi mumkin bu borada? Bu sinovlar bilasizmi, ko'proq dam olishingizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni sekin-sekin, ohista harakat qilib, ko'p o'zingizni charchatib qo'ymasdan harakat qilishingiz kerak. Albatta boshlayotgan ishlaringiz, mana o'rganmoqchi bo'lgan hunaringiz, o'rganmoqchi bo'lgan, izlanayotgan ishingiz juda ham yaxshi rivojlanadi.
lekin boshida baribir ozgincha qiyinchiliklar, pauzalar bo'lishi mumkin. Taqdir sizni nima bilan siylaydi bu borada? Hayotingizga ajoyib inson kirib kelishi mumkin. Bu kasb hunarni o'rganish uchun siz mashaqqatlardan o'tasiz, qiyinchiliklardan o'tasiz va sizni taqdir yaxshi inson bilan, yaxshi baxt bilan sinashi mumkin. Xo'p. Uzoq yo'l safar yo'li, pul topishlaringiz bilan turibsiz. Ajoyib o'zingizga xonadon, uy qurayotganingiz, qilayotganingiz, shuni harakatida turganingiz, oldingizga ko'p maqsadlar qo'yayotganingiz. Qiyinchiliklarga qaramasdan, muammolarga qaramasdan harakat qilayotganingiz chiqyapti bu yerda. Bilasizmi, sizni shu borada, shu rivojlanishingizda eng yaqin insoningiz bilan janjalingiz ham chiqyapti. Yaqin insoningiz ham janjallashadi. Sen noto'g'ri qilyapsan, sizga ayb qo'yishi mumkin. Senga yo'l bermayman. Juda ham qarama-qarshiliklar ham bo'ladi yaqin insoningizdan. Lekin sizni bu vaziyatdan imperator chiqarib ketadi. Ancha-muncha hayotda statusga ega, ancha-muncha o'ziga yarasha tajribaga ega imperator chiqazib ketadi. Bu muammodan, bu janjallardan taqdir sizni nima bilan siylaydi? Bu shunaqa xursandchiliklar kelyapti hayotingizda. Shunaqa omad kelyapti, shunaqa baraka kelyapti. G'oliblik. Yolg'izlikdan chiqib ketishingiz. Karta maslahati. Hozirda nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Karta maslahati deb ko'ramiz. Karta maslahati nima maslahat beradi? Xafa bo'lmaslik, ko'nglingizni ko'taring, o'zingizni chiroyli joylarga borishga, chiroyli narsalarni o'ylashga, yaxshi narsalarni o'ylashga, chiroyli xayol qilishga, apatiyaga, kayfiyatingiz tushirmaslikka harakat qiling. Kayfiyat hozirda sizga juda ham muhim narsa. Ayniqsa pul taraflama, pullik ishlaringizga e'tiborliroq bo'ling, hisob-kitoblarga, oilangizga hozir e'tiborliroq bo'ling. Farzandlaringizga, yaqin insonlarga e'tiborli, mehribon bo'lishga harakat qiling. Shunaqa bo'ldi bugungi raskladimiz va oxirida yaxshi yangiliklar bilan turibsiz. Xudo xohlasa shifoli bo'lsin.